Assalomu alaykum hurmatli partnyorlar. Hozirgi videomiz SafePal'dagi pulimizni Binance'ga chiqarib, sotib, UzCardga tushirishni o'rganib olamiz. Demak, SafePal'ga kiramiz. Mana $6.32 daromadimiz bor. Shuni Binance'ga kirib olamiz. Binance'ga kirib, aktiva bosamiz va Winest tugmasini bosamiz. On-chain pivotni bosamiz va historiyadan BNB ni tanlab, setda OP-BNB ni tanlaymiz. То есть Binance'dagi BNB adresimizni olamiz. OP-BNB setidagi BNB adresimizni olib, SafePal'ga kirib, отправить tugmasini bosib, yashilni bosamiz. Tekshirib olish kerak. 7S0 adashmasdan mana joyda mana 7S0 oxirgi uchtasini tekshirib olamiz. Max. Tak. $6.32 yechilyapti. Mana pin kodingizni aytib turasiz. Отправить qilamiz. Va pin kodimiz 19 mi? 1954 Ana chiqib ketdi. Endi 1-2 daqiqa kutishimiz kerak bo'ladi. Binance'ga sekinroq tushadi pul. Sekundda chiqadi. Pul yechganda sразу, pul tushirganda sal sekinroq tushadi. Hozir BNB da pulimiz tushadi. Pulimiz tushgandan keyin davom etamiz. USDT ga aylantirib, uni sotib, kartaga tushirishni o'rganamiz. Hozirroq kutib turamiz. Binance qonuniy ishlashni boshladi. Bemalol Binance'dagi shotimizda so'mni ham saqlab tursak bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri Binance o'zidan sotib olyapmiz hozir. Ko'tarilib boshlasa tashlab boqamiz. Ko'tarilyapti yaxshi. Bugun o'zida ham 7% mi 3% ko'tarildi. Ko'tarilib tushib turadi baribir. Mana joyda ko'rib turishimiz mumkin. 1-2%. Ko'tarilsa, bir xohlasa ko'tariladi. tashlab обратно tashlayveramiz. Demak, обработкада turibdi hozir pulimiz. Mana zaveshina bo'ldi. Xudoga shukr. Mana yana bir yangilaymiz. Shotimizga pul tushdi mana spotga. $6.31 atrofida pul tushdi. Ustiga bosamiz. Tak, сделкадан BNB USDTni tanlaymiz. Продать tugmasini bosib, birinchi order tanlab qo'yamiz. 100% ga olib boramiz. Продать BNB ni bosamiz. Aktivga o'tamiz. Mana BNB dollar USDT ga aylandi. Tak, endi buni uz kartamizga tushirishimiz kerak bo'ladi. Продать на карту. Demak, продать tugmasini bosamiz. Elektron chay qo'yib bo'lamiz. 6.21 $79,000 pul bo'lyapti. Tak, spot TV shotimizga tushiramiz shuni. Spot TV shotimizga tushiramiz. Tak, spot shotimizga bu yerda tugmasini bosib, demak USDT ni so'mga aylantirdik. Mana 79,000 so'm tushdi. Tak, uni открыть кошелек ochib turib ko'rib olishimiz mumkin. Mana BNB ida pulimiz, uni USDT ga aylantirdik. Endi so'mga aylantirdik. 79,000 so'mga aylandi. Endi buni kartaga tushirib olamiz. Uning uchun yana BNB tugmasini bosib, еще servisdan Vivesti fiat tugmasini bosamiz. Mana Vivat orqali mana продолжить. Так,
Mana maksimalniy summa 79 ming hammasi. 9041 kartamizga tushishi kerak pul. 78 ming tushyapti. Подтвердить tugmasini bosamiz. Yo'qotyapman. Yo'q tashlab yo'qotyapman. Tak, endi dars uchunda. Tak, mana joyda autentikator ko'chirib olish kerak bo'ladi. Endi pochtadan ham tasdiqlab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ozroq kutib turamiz. Kartamizga pul tushishini tekshiramiz. Перейти aktiviga o'tamiz. Hozir 79 ming balansimizda pul turibdi. Mana o'sha kartamizga pul tushdi. Tak, mana 78.258 so'm tushdi. 137 ming bo'ldi kartamizda pul. Mana ozginadan keyin уже mana shotimiz nolga aylanadi. 79 ming yo'q bo'ladi. Hozirgi videomiz demak SafePal'dagi pulimizni Binance'ga olib chiqib, sotib kartaga tushirish bo'ldi. Bemalol o'tkazmalarni ana pochta orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunun qaysi pullarda ochgan ekan? Kodini borib ular ochib beramiz. Shotimiz kartamizga pul tushdi. Balansimiz o'zgaradi ozginadan keyin. Mana обработкада ketyapti. Ana vivod. Ata kartamizga pul tushib bo'ldi. Mana bank, Humo kart, Uzkart kartaga tushyapti. Обработкада turibdi, lekin pulimiz уже tushib bo'ldi. 78.258 so'm. Tak, mana 78.258 so'm pul tushdi shotimizga. Mana bo'ldi, yechildi pulimiz va nihoyat uyatli pulimiz ham kartamizga tushdi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.